Siz farzandingizning yaxshi universitetga kirishini, yaxshi joylarda ishlashini va jamiyatda o'z o'rnini topishini xohlaysiz. Lekin farzandingiz ulkan darajalarga erishishi uchun to'g'ri tanlov qilyapsizmi? Yoki faqat reklamalarga uchib farzandingizning kelajagini barbod qilyapsizmi? Farzandingiz necha yillar davomida repetitorga boradi. Umrining deyarli 4 dan 1 qismini tayyorlov kurslariga sarflaydi. Ham mayli o'qishga ham kirdi deylik. Kontraktga bo'lsa ham o'qishga kirgandan keyinchi hayoti davomida qoqilsa va tura olmasa, siz darrov farzandingizni ayblaysiz. Lekin asl aybdor kimligini bilasizmi? Bolalarga yoshligidan hayotiy ko'nikmalarni o'rgatadigan va bilimlarni hayotda tatbiq qiladigan, jamiyatda o'z o'rnini topishga ko'maklashadigan, dunyo qarashini kengaytiradigan, hayotdagi hamma narsani oq va qoraga ajrata oladigan, shularni hammasi o'rgatiladigan maktabga farzandingizni berdingizmi? Yoki faqat o'qishga kirsa bo'ldi deya farzandingizni taqdiriga ko'r-ko'rona yondashyapsizmi? Shuncha gapdan keyin ham farzandingiz uchun yaxshi maktab tanlamasangiz, "Men farzandimning kelajagi bilan qiziqyapman" deb aytib o'tirmang. Do'st achitib gapiradi. Shuni unutmang.